أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وفهمنا معاني التنزيل يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم ارزقنا الإخلاص والعمل يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa Muxtasar al-Quduri namliq Abul Husayn al-Quduri rahimahulloh yozgan Hanafi fiqhisining eng asosli kitobi bo'lgan matn hisoblanadigan Muxtasar al-Quduri namliq shu kitobimizdagi Babus Salam degan bobga keldik. Biz kitobni bu yerda turyapmiz. Ya'ni savdo sotiq kitobida. Endi buning Babus Salam degan bobiga keldik. Oldi bilan biz salam deganning nima ekanligini tushunib o'taylik. Salam deganning lug'atda salaf degan bo'ladi. Salam degan lug'atda salaf. Yani oldini ola pul o'tkazib qo'yish. Salaf berish degan bir qarz berib qo'yish. Oldini ola pul berib qo'yish degan gap. Lug'atdagi ma'nosi. Endi istiloh, fiqh istilohidagi ma'nosi bo'lsa, ya'ni pulni oldini ola berib malning nesi elish. Pulni, malning pulini, samanni oldini ola berib, malni, ya'ni as-sila, bidoani keyin olish. Ma'lum bir muddatda elish nima ataladi? Salam deb ataladi. Ya'ni hozirgi tilimizda zakot qilish, zakalat qilish. Endi asli qoida nima desanglar? Asli qoida mal naqd bo'lish, pul nisib bo'lsa ham bo'ladi. Asli qoidada mal chuqur naqd bo'lish kerak. Mal deylar. Malning puli nisib bo'lsa ham mayli. Naqd bo'lsa eng yaxshi. Naqd bo'lmagan vaqtida jazoni kelmaydigan, masalan, pul ikkinchisi pullik qiymati bor narsa, yoki ikkinchisi mavzun bo'lgan, yoki ikkinchisi keyl bo'lgan, keyldash narsa bo'lmay, birisi mavzun, birisi keyl narsa bo'lsa, nisib bo'lsa bo'ladi. Endi demak, lekin mal naqd, malning puli nisib bo'lsa bo'ladi asl qoidada. Ammo mal nisi, malning puli naqd bo'lsa bo'lmaydi. Faqat lam baysalam deb bo'ladi. Faqat lam baysalam. Endi insonlarda ba'zida mallar naqd bo'lmay qolgan vaqtida shariatdagi rahimlik tarifining biri shu baysalamni o'tirib qo'ygan, mashru qilgan. Endi bu salamniki 7 xil sharti bor. Unda udullamaki bo'lmaydi. Hamma narsa baysalamning qatoriga kirmaydi. Baysalamning qatoriga kiradigan narsalar bor, kirmaydigan narsalar bor. Endi biz oldi bilan bir umumiy dabit va dabit. Baysalam haqida bir umumiy dabit. Sizlar qoida kulli bilan dabitni bilib olinglar. Qoida kulli degan bir bob qilgan emas, bir salam qilgan emas, bir muncha bobga udul keladigan qoidani qoida kulli deymiz. Dabit degan faqat bir bob udul keladi. Dabit, masalan, salam degan bob qilgan udul keladigan bir qoida bor, kichik qoida. Bunda ataladi dabit. Qoida kulliya deganimizcha u umumiy, cho'ng. Endi bu salamdagi dabit bo'lsa, kullu ma amkana dabtuhu va urifa qadruhu yajuzu fihi as-salam. Yani buniki qandoqligini biz uqul bo'ladigan, jinsini, buniki sifatlarini uqul bo'ladigan, miqdorini bilgili bo'ladigan narsaning hammasida baysalam joiz. Ammo kullu ma lam yumkin dabtuhu va ma urifa qadruhu la yajuzu fihi as-salam. Endi biz uniki sifat jinsini, sifatlarini, qandoqligini, hajmini, undan keyin bilgili bo'lmaydigan, ixchamlig'i bo'lmaydigan va uning sifatlarini, miqdorlarini bilgili bo'lmaydigan narsada baysalam nima joiz bo'lmaydi. Shuningmi, shu qoidani bilib oling. Umumiy qoida. Keyin qonunasini ko'ramiz. Endi biz bu dabitni bilib oldik. Endi bizda istiloh bor. Bu baysalamda qo'lida istiloh. Birinchi salam. Salam degan oldini ola pul o'tkazib qo'yish. Mal keyin ma'lum muddatda topshiriladi. Eng qisqasi 30 kun masalan. Endi uzuqli 1 yil, 2 yillik masalan. Mal keyin topshiriladi. Endi shu savdo sotiqning ismi nima? Salam bo'ldi. Endi bizda Rabbus salam deb, Rabbus salam.
Biri muslem ileyhi. Yeni biri muslem fihi. Yeni bir re'sil mal. Şundan mı? 4 tane silah var. Rabbus selam diyen yani pul ne, mal ne, belgücü. Pul mal ne, aldın ala belgücü ismini var Rabbus selam. Onun kendinden muslem ileyhi jo, muslem ileyhi pulunu belirgen adam. Malını tapşırmak için malum müddette malını tapşırmak için olan adam. Pulunu ilip malını tapşırmak için olan adam ismi muslem ileyhi. Onun kendinden muslem fihi diyen jo, şu aldın ala ötküzülgen pul, vekalet pulu ötküzülgen mal. Malının üzerinde ben muslem fihi. Onun kendinden ahirdeki kasıtı dök re'sul mal. Re'sul mal olsa yani şu ötküzülgen mal zekalet pulu. Zekalet pulu ismi re'sul malda batırır. Çünkü anlamı üç tane eski anlatırırsın. Bunun kendi karşımızda asal. Bu oldu. Birinci mesele, el meseletul ula ma yecuzu fihi selam. Bey selam caiz bulunduğun nerseler. Ne de bey selam caiz bulunduğun. Es-selamu caizun fil mekilati vel mevzunati vel ma'dudati allati la tetefavatu kel cevzi vel beyd ve fil medruat. Demek bey selam mekilat, kemçilep tartılgan nerselerde. Kemçilep mesela azık zamanımızda litrlap. Şunu ama azık zamanımızda litre desek buldu. Tagalap mesela tagar kap litre. Yani bu da bir nasi usup. Bu da ilgisi de hacim bilen ölçüldüğün neslerden. Vel mevzunat yani tartılıp satıldığın neslerden yani kilolap azık zamanımızda kilolap tartıldığı neslerde. Vel ma'dudat emdi ma'dudat yani mutlaka mesela ma'dudat mukayyed. Ma'dudat çıkır buldu. Böyle ne adedi mutefavit. Yine böyle adedi mutakarib. Sanıldığın nesler 1, 2, 3 de satıldığın nesler var. Bu sanap satıldığın nesler 2 xil buldu. Biri adedi mutefavit yani birisi okşamaydıgan. Birbiriga okşamaydıgan sanap satıldığın nesler. Mesela koy, kala, hayvanat degandek. Koyniki o'xshashga qo'yadi dunyoda. Tushunarmi? Agar teshi o'xshash desakmi ichida hech o'xshamaydigan yer chiqib qoladi. Demak bular o'xshamaydi. Bularniki shariatdagi hukmi boshqa bo'ladi. Demak adadiy mutafavit yani bircho adadiy mutaqarib. Adadiy mutaqarib degancho masalan o'xshash bir tuxum. Bir tabaqda tuxum bo'lsa 30 dan tuxum biz o'xshaydi masalan. Ichida sarig'i qaba o'xshash ekan. Demak bu adadiy mutaqarib. Buniki hukmi başka. Adedi mutafavatın hükmü başka. Bey selamda adedi mutakarib ma yecuz, caiz. Adedi mutafavit la yecuz. Şunu anlamamcı biliyor ama. Adedi mutafavit ile adedi mutakaribnin bey selamda adedi mutafavit la yecuz, caiz bulmaydı. Adedi mutakarib caiz buludu. Yani meğerde mutafavit o bey selam kemçilep satıldığın nesilerde, tartılıp kilolap satıldığın nesilerde ve ma'dudat allati la tetefavatu kel cevzi vel beyd. Yani ilgisi pes bulmaydıgan, yanaq, tuxumga o'xshagan sanab satıldığın nesilerde. Demek ki adedi mutakarib bo'lgan narsalarda. Ve fil medruat ve gezlep. Medruat degan gez. Hozirgi zamonimizda metrlab. 1 metr, 2 metrda metrlab satıldığın narsalarda nima joiz bo'ladi. Tushunarmi? Mancha metrda 1 metr raq, 2 metr raq kiyim degandek narsalarda joiz bo'ladi. Ama nimada adedi mutafavit bo'lgan narsalar. Yani demek ki o nima? Biz uniki başka qoidaga solsak, yani biz uni dabit qilolmaydigan, ixchamlayolmaydigan, %100 ama shunday narsalar %100 o'lcham bilan bilinmaydigan, tagi shunday o'zini ko'rmaguncha biz ayirolmaydigan narsalarga layıqız. Çünkü bu nima keyin talashlar chiqishi mumkin. Yani umumiy bir qoida bor. Kitob bu yerda qoida kulliya kullu ma adda ila tenazu'i la yecuz fil bey'. Tushunarmi? Talash tartishib olib qolgandan so'ng hammasi savdo joiz bo'lmaydi. Chunki oldin alaf o'tkazib qo'ygan odam çok muayyen bir narsa o'tkazib qo'ydi. Muayyen bir narsaga. Ya'ni sifatlari, jinslari, sifatlari muayyen bo'lgan bir narsaga. Ammo muayyen bo'lmagan bir narsa o'tkazib qo'ysa keyin agar bo'lgan chog'da bu emasdi deb turasqanda qiladi. Bu emas. Bunda men deganim bu emas edi desa bu chog'da ya bu da ziyan tortdi, ya bu da ziyan tortdi. Agar bo'ldi men deb janjal chiqadi. Ya'ni talash tartish kelib chiqadi. Shunda nima gapni? Mana bu masala shu. Yuqorgi shu narsalarda bayislam joiz bo'ladi. Endi ikkinchi masala bo'lsa as-salamu fima yatafawatu fihi. Endi
adedi mutafavut bo'lgan narsalarda baysalam qandoq bo'ladi degan kun bayon qiladi. Va la yajuzu salamu fil hayawan. Ya'ni hayvonotlarda baysalam qilish joiz bo'lmaydi. Demak, hayvonotlarimiz adedi mutafavut bo'lgan narsa. Bunda baysalam qilish mutlaq joiz bo'lmaydi. Va la fi atrafihi. Va hayvonotlarning atroflarida degan ya'ni kalla qochoqlarida. Ya'ni ru'us va fil akari' deydi kuru' ya'ni qo'l, qochoq, fut, kalla boshlarida ham nima baysalam qilish joiz emas. Chunki u narsa hamma bizga o'xshamaydi. Bir qo'yning kallasiga yana bir qo'yning kallasi o'xshamaydi. Bir qo'yning futiga yana bir qo'yning futi o'xshamaydi. Bir cho'ng bir kichik. Yani demak, u narsalarda ham nima qilish joiz emas. Wala fil juludi adadan. Hammasi fil hayvani wala fi atrafihi wala fil julud adadan degan gap. Ya'ni hayvonotlarning terilarida ham baysalam qilish joiz bo'lmaydi, adadan degan sanab. Demak, chunki bu adadiy narsa bo'lgandan keyin adadiy mutafavvit bo'lgan narsa bo'lganligi uchun bunda joiz bo'lmaydi. Endi bu hayvonotlarning gapi ketdi. Ikkinchisi, wala fil hatabi huzaman wala fil ratbati jurazan. Endi hatab degan utan. Ya'ni cho'l bayvonda tiradigan, o't qolaydigan utan, hatab, o'tun. Mushu utanlarni huzamanga bog'lamlab degan. Bir bog'lam, ikki bog'lam, uch bog'lam utan deb buni nima qilinmaydi? Baysalam qilish bo'lmaydi. Ya'ni bir adam oldin olib pulni gizab qilmag'a, siz 100 bog'lam utan ekib beraman. 100 bog'lam utan ekib beraman, oldin olib pulni gizab qo'yish bo'lmaydi. Nimishqa bu bog'lamning kichik bo'lishi mumkin, cho'ng bo'lishi mumkin, oz bo'lishi mumkin, ko'p bo'lishi mumkin. Uni qanday biladi buni? Demak, bunda bir dabit, ya'ni mala va bu min mala yumkinu dabtuhu. Buni biz ixchamla qilinmaydigan nimadan shu qatordan. Shuning uchun bo'lmaydi. Wala fil ratbati jurazan amdi. Yo'l shoh, jurazan kisb degan, juraz degan ya'ni qat'an. Yani şaxlarni, masalan, mau hatab degan quruqi, yabis. Ratba degan cho'ng, yo'l. Yani yo'l şaxlarni putaqlab, shaxlab kesib bir shax, ikki shaxni atmi, uch shax olaman. Ya bir yog'ochni masalan, daraxtni shax bilan birga shax bunda olaman deb bunda qilgan bo'lmaydi. Chuqur bu, buniki hajmini, uzunligini, kengligini, ondan o'lchigini bo'ladigan shaklda bo'lsa bo'ladi. Bu shakllarda, ya'ni mancha metr, qalinligi mancha metr, uzunluğu mancha metrda agar o'lchamli bo'lsa joiz. Ammo unda udlab bir shax, ikki shax, bir bog'lam, ikki bog'lam deb baysalamda la yajuz. Baysalamda. Shunaqmi? Va la yajuzu salamu hatta yakuna al-muslimu fihi mawjudan min hin al-aqd ila hin al-mahill. Am uchinchi baysalam joiz bo'lmaydigan ish desa, baysalam muslim fi tushundan, ya'ni mol. Shu deyishgan, tutishgan, zakolat qilgan molning o'zi aşu soğudlaşkan vaktin tatip ta ki hinel mahilli yani aşu muddet karal toşkuçilik yani mesela bir yıllık diyen olsa adına ala ötküzgen zekalat fonunun bir yıllık ötküzgen olsa ama bir yıldaki malını tapşırır sizde aşu bir yıl içi full ötküzgen vaktin başlayıp bir yıl içilik şu mal bar buluş gerek bar buluş nerede yani pazarda bu adamın kulu buluş etmez eğer kulu buluş bildiği malını kulu yok lakin bazada soğuk. Bazarda şu mal buluş gerek. Yani eğer de ne düşündün sana eğer de bu mal mesela tapanmay kalsa eğer ziraatı halakalık kap kalsa mesela ne bakış gerek şu fulga bazardan elip belirlediği halette buluş gerek. Yani bazarda yok. Bakın bu şeyden de olan bağmal olsa ne beyselam la yecuz. Çünkü bu eğer halakalık kap kalsa adam ziyan tatlı değil bir fulu yok çıkıyordu. Mavu yani baysalam joiz bo'lmaydigan ishlarni ishlab qo'yadi. Xo'sh, shurutus salam. Uchinchi masala bo'lsa, salamniki baysalamning shartlari. Endi baysalam bundan narsa joiz bo'ldi dedik. Endi shu baysalam joiz bo'ladigan narsalarda yana 7 xil shart bor. Shu 7 xil shartlar hozir bo'lgandan keyin baysalam qilish joiz bo'ladi. U kelgan chiqsa bo'lmaydi. Shariat mujda atrofda qo'yilgan. Ya'ni sotquchi va olg'uchiniki manfaatini ko'zlab. Endi wala yasihu salamu illa muajjalan. Baysalam faqat muajjal holatda durust bo'ladi. Muajjal. Muajjal degani ikki ma'nosi bor. Biri nima? Nisi. Ya'ni naq emas. Ya'ni mal naq bo'lmaganda durust bo'ladi. Chunki nimaga gap? Chunki baysalam nima uchun o'lib qoldi? Mal bo'lmagandan keyin o'lib qoldi. Agar mal bo'lsa nima ish qilib bermaydi uni? Malni berish kerak naq maydonda. Mal bo'lmaganlik uchun mal bir. Ikkinchi ma'nosi muajjal degan qarallik. Ya'ni qaralsiz bo'lmaydi. Bir pul berib, amisi men sizga ma'fulni berdim, menga ma'malni qachon bo'lmasin aka pasini bo'ldi. Qachon aka pasini mayli.
Ya bugün ya hatta ya bir yıl yakin ya 2 yıldan keyin dese la yajuz. Tushundingmi? Chuqum qalallik bo'lish kerak, muddatlik bo'lish kerak. Va muajjal emas bu. Ikkinchi va muajjalni shu muddat bo'lsa, bir chaqda gap bilan desa gap tugam desa uni tag'in inib qolib deyotdi. Shu bir chaqda gap bilan qilib, bir muddatda gap bilan qilib desa yana bo'lmaydi. İlla bi ve la yecuzu illa bi acelin ma'lum. Yani bu ma'lum muddat bo'lish kerak. U muddatni o'zi muajjal bo'lgan muddat bo'lish kerak, ma'lum muddat bo'lish kerak. Böyle nisi bo'lish kerak. Yani mal nima? Yo'q, mal yo'q. Undan keyin bu to'xtatilgan muddatni bo'lish kerak. Muddatli qarorlik bo'lish kerak va bu qarorning o'zi ma'lum bo'lish kerak. Anda ma'lum emas bo'z bo'lmaydi. Ve la yecuzu selamu bi mikyali raculin bi aynihi. Beyselam muayyen bir adamniki mikyal kemçisi bilen caiz olmaydı. Mesela Ahmet de bir adam beken. Ahmet'teki bir kemçisi beken, kemçe. Mikyalısı beken. Şu Ahmet'teki mikyalısı da şu mikyalısı bilen mançı mikyal açlıkını bir yıldan ki tabi şüphesi dese bir yılgıca bu Ahmet'teki mikyalısı eğer yukap kesir çok. Bazada başka mikyal yok. Bu şunu bana bak. Yukap kesir çok. Bir. Ya Ahmet öyle kalsın için yani tabi de o mikyalı. Yani demek bu Beyselam diye uzun müddetlik soda, kararlık soda. Bu müddetlik içinde her türlü işler yüz birleşi mümkün. Şunun için ada tepilmaydıgan. Fakat bir adamın kanam dersini öleceğim kısım olmaydı. Yani şu bazada ikvatkan mikyal buluş gerek. Yani bazada hem adam tunuyduğun, itiraf kılıdığın hem mikyal. Yani tart ölçeş esvabı buluş gerek. Vela bi zira'i raculin bi ayni. Yani muayyen okşaş yani. Muayyen bir adamın gez, yani metresi. Falanın metresi filandan. Azık zamanda elhamdülillah bu işte anda yok ketem de azık zamanda metr hem yerde okşaş dünyavi. Mançı metr, mançı kilo, mançı litre hemmesi okşaş elhamdülillah uçuk olup gitti. Vela fi taami qariyetin bi ayniha. Yani qariye yani bostan manasıdır. Yani muayyen bir bağının tamıqıma caiz olmaydı. Man falanı Ahmet ahunun beği. Ahmet'nin beğinin hurmasidan bir yıllık da muayyen şu bağının hurması oluş gerek. Dep şu bir bağını gana xaslaştırıp Beyselam'sı caiz olmaydı. Yani bir ya Medine'nin hurması olsa buludu. Ya Tabuk'un hurması veya bir hurması dişki buludu lakin fakat lama şu Medine'deki Ahmet'nin beği gana dişki olmaydı. Şunu alma. Ve fi semerati nakhletin bi ayniha. Tekrar içkiler muşu palanı korma, muşu korma, muşu darakның kimisinden, muşu darakның kormasından mançalar kormaga da bir yıllık altı pul ötketse la yajuz. Muşu korma, eğer korup kalsa bu korma, eğer korma olmuşsa kandak kıdı. Ve la yasihu selamu inde Abi Hanifete illa bi seb'i şeraita. Hoş. Hem de caiz olmaydı kalarında bir oldu. Onun başka şekilde yalnız caiz buludu. Hem de İmam Abi Hanife rahimehullah göz karışı da Beyselam fakatla 7 şart ile durus buludu, doğru buludu. 7 şart. Tuzkaru fil akd. Aşı akd sodlaşqa vaqtda kelişimde abinin üzerinde de zikir qılındı, elenedi, zikir qılındı. O birinci şart başqası cinsin ma'lum. Ma'lum bo'lgan bir cins. Masalan, buğday, xurma deydi. Ya bunun bir buğdaylıqı ya xurmalıqı. Cins. Ya buğday yoki nima? Xurma. Degandek cinsini deyish kerak. Ya arpa mesela. Yoki toz degandek. Ve nev'in ma'lum. Unga dedim bu xurma desek ya ajva mesela. Anda hem xurma türü xurmanın türleri ko'p. Xurmanın ajva dedik mesela. Ve sıfatin ma'luma. Amdin ve ajwa ya jadida mesela. Temir ajwa jadida yoki kabira mesela. Çoğun ajwa ya qara ajwa ya kichik ajwa ya en sifatlik ajwa yoki ikinci sifatlik ajwa degandek sifati uchuq bo'lish kerak va miqdarin ma'lumin. Masalan 1 tonna ajwa yoki 500 kilo ajwa yoki 100 kilo ajwa degandek buni miqdori ma'lum bo'lish kerak. Va ajalin ma'lum. Yani siz bu bunda sifatlik xurmani ma'lum mu deyin 1 yil yoki 2 yildan keyin topshirib berasiz. Deb ma'lum muddat bo'lish kerak. Ve ma'rifati miqdari ra'sil mal. Ra'sil mal tushundinglar? Yani oldin o'tkazilgan zakolat puli. Yani shu malniki Salam Beyselamga beriladigan pul. Ra'sil malning miqdorini bilish kerak. Men sizga mana
Maldınlar qancha pul? Yoki 100 ming riyal, yoki 50 ming riyal, yoki 10 ming riyal o'tkazib turaman degan shu rasul molniki miqdori uchuq bilinish kerak. إذا كان مما يتعلق العقد على قدره كالمكيل يعني رأس المال بيادki bu soda onun miqdariga aloqador bo'lgan narsa bo'lsa, masalan, kelmakil. Rasul mal biyadki berilgan pul ya makil, yani kamchilab tortilgan narsa bo'lsa. Vel mevzun yoki kilolab tortilgan narsa bo'lsa, yoki vel ma'dud ya sanılib, masalan, adadi mutaqarib yoki mutafavit bo'lsa, sanılib, masalan, bir qo'y, ikki qo'y deb berilgan narsa bo'lsa, chuqum rasul malniki miqdorini o'z ko'zidan bilib ko'rish kerak. Mana shu narsaga olaman deb. Ammo pul bo'lsa, pul bo'lsa naqmaydonni manchi pul oldim, berdi-da pulni. Naqmaydonni berib, degan hammani ish qilib uchiq bo'lish kerak hammasi. Manchi pul, ya manchi narsaga oldim. Hozir zamonda pul qolib biz shu pulning nimasi uchiq miqdor aynan bo'lish kerak. Va tasmiyatil makan allazi 7-chi shart qolsa, shu eng oxirdagi. Va tasmiyatil makan allazi yuwafihi fihi. Ma 7-chi shart. Qolganimizni sanasini 7 shart chiqdi. Va ashu yuwafihi fihi degan gap, ashu malni, ya'ni malning o'zini, silani muslim fihi bo'lgan malni topshiradigan, ya'ni ashu Rabbis salamga topshiradigan makonni atash, faloni yerda bilaman. Bu malni sizga faloni yerda bilaman. İza kana lahu hamlun ve muna. Yani nima bo'lsa, ya'ni ashu topshirib beradigan yerning apir birishin hamil degan gap, yuk besib avtobuslarga, mashinalarga besib avatib ketadigan narsa bo'lsa, uni chiqim ketadigan, yo'l sarfiyatlari, tasarrufat ketadigan narsalar bo'lsa, buningga cho'qim atash kerak. Ya'ni yo'l kirasi ketadi. Shuning bilan mana bu holat tugadi. Ya'ni demak yo'l kirasi bo'lgan narsa bo'lsa, ko'rding masalan, sapirdigan, arplanga, poyezdga sapirdigan narsa cho'qim deyish, aytilish kerak ichadi. Mushu 7 dani shart bilan Beyselam caiz bulundu. Ebu Yusuf ve İmam Muhammed rahimahumullah dediki la yahtaju ila tesmiyetil asıl mal. Asıl mal idâ kâne muayyenen. Eğer muayyen bir nasip olsa onu ataşniki ihtiyacı yok. Ve la ila mekanit teslim. Yani malını tapşırıp burada yerine ataşın ihtiyacı yok. Ve yusellimuhu fi mevdi'il akd. Ve dedi. Demek başka yap ne? İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed rahimahumullah o iki şart ne? Bu musun buludu muayyen olsa da koydu. Ve yusellimuhu fi mevdi'il akd. Hem de rasul malını kaçan tapşırdı dese, şu soğudlaşkan orunda tapşırdı. Rasul mal çukum nak meydanda tapşırılış gerek. Ve la yasihu selamu hatta yakbida ra'sal mali qabla en yufariqahu. Bey selam rasul malını ayrılıp gitiştin qabla en yufariqahu degan gap, soğudu so'rinidan bu ayrılıp gitiştin burun qulga ap bo'lmoqcha bey selam dursulmaydi. Ama malma nisi mümküneden pul menisi olsa bu soda emas. Şunama mal menisi, pul menisi. İkinci nisi olsa bu nima soda emas. Chigilmaydi. Xo'sh, endi wala yajuz, endi bu masala bo'lsa bey salam dini joiz bo'lmaydigan narsalar, furuat masalalar. Wala yajuzu tasarrufu fi ra'sil mal. Endi bey salamdagi asl mal, ya'ni mablag', ani berilgan zakolat pulida tasarruf qilish joiz bo'lmaydi. Wala fil muslimi fihi degan gap, muslim fihi, ya'ni topshirilgan molda ham tasarruf qilish joiz bo'lmaydi qabla qabdihi degan gap. Yani asl malni yoki muslim fihini qo'lga elishdan burun. Ya'ni masalan buni degan gap desanglar, masalan men olg'uchi, siz sotquchi, men sizga 1000 riyalga bir narsa olmoqchi sizga. 1000 riyalga ben siz qo'lingizni berishdan burun siz bu 1000 riyalga bir narsa ololmaysiz. Siz qo'lingiz o'tmagan pulga bilakka hamon 1000 riyal kelmoqchi, ma'nosini biling deb so'rasholmaysiz. Taki shu pul qo'lingiz kelmaguncha. Yo'q pulga tijorat qilish bo'lmaydi. Qo'lingiz kelgandan keyin Allah alaysiz deydi. Ma'lum bilish kerak ikkinchi masala. Uni keyin muslim fi. Ben bir yillik masalan siz menga 1000 riyalga masalan xurmadan ham 10 kilo, mana 100 kilo xurma deb qo'yla, 100 kilo xurma bermoqchi. Men qopab sizning omadingiz 100 kilo xurmani. Bir oydan keyin bermoqchi siz menga. Men bir yeni bir odamga menda 100 kilo xurma bor, eling deb ana sotolmayman. Taki aşı sizden aşı xurmani olib bo'lgandan keyin sota olaman. Shundan olma magani bilish kerak.
ve la tecuzu şeriketu. Endi bilek edemde şirik kılış hem caiz olmaydı. Yani kulga almay durup ya pul ne? Ya ki malını kulga almay durup başkalarının bu malga şirik kılış hem caiz emas. Ve la tevliyetu fil muslimi fihi qabla qabdihi. Muslim fihi ne? Onu kulga iliştin burun tevliye kıp bilişimi caiz olmaydı. Tevliyeni bilesiz o? Tevliye diyen demeydi? Yani sizdeki biz murabaha tevliyede bir bab tüketti. Yani anı pulunu değilsiz. Anı pulunu da ben bunu mançufuluk aldım. Ben payda almasın. Benim mançuful vergen pulunu verin. Bana siz gibi edinler bir kılıç başkanım. Ma tevliye. Murabaha diyen çok murabaha diyen ben bunu mançufuluk aldım. 100 köy aldım. Siz 150 köy yani 50 köy payda versiniz. Anı pul üstün 10 riyal 20 riyal diye kaç pul payda olsa versiniz. Satın ben dese şunda payda bilirsin ben murabaha diyen buludu. Ama tevliye akıp biliş ne var? Nima qilishdan burun caiz emas. Yani malni qabd qilib erishdan burun caiz bo'lmaydi mustamfihda. Cho'qim qabd qilib bo'lgandan keyin bilish kerak. Va demak tavliya qilish caiz emas deganda murabaha caiz degan gap chiqadi. Chunki uni mas'uliyat keladi-ku. Tavliyada hech qanday foyda olmaganlik uchun o. Chunki bu o'zining caiz bo'lmaydi. Ammo foyda oldimi, foyda olgandan keyin cho'qim to'laydigan keladi. Foyda olgan narsani degan keladi. Foyda olmay bergan bo'lsa, ham to'lamay qolib qolsa, so'ng keyin talash tartib chiqib chiqadi. Men foyda olmagan foyda olmay bergan degan gap chiqadi. Shuning uchun tavliyada joiz emas. Ve yecuzu selamu fi thiyab. Endi kiyim kechakda bey salam qilish joiz bo'ladi. İza samma tulan ve ardan ve ruqatan. Yani bu kiyimniki yaqin uzunligini, ardan kengligini ve ruqatan uniki nefis qilligini. Nefis qilligini tilga olgan bo'lsa, atgan bo'lsa joiz bo'ladi. Hozirgi zamonda yaxshi bo'ladi hozir. Hozir mitlabek o'lchamlik. Kiyim kechaklar 1000 dona kiyim bo'lsa o'xshash sifatda bir xil holatda tikiladi, bu joiz bo'laveradi. Ve la yecuzu selamu fil cevahir. Endi cevahir, altun, zibu zinnat, boynuga soladigan marva, olmos degandek javohiratlarda, go'harlarda yani bey salam joiz bo'lmaydi. Chunki go'har deganning birisi-birisiga o'xshamaydi. Go'har degan bir-biriga o'xshamaydi. Ve la fil kharaz degan gap marjonlarda ham, marvoyat yeb o'tkazilgan marjon, aqiq tosh degandek marjonlarda ham nima bey salam qilish joiz bo'lmaydi. Ve la ba'sa bis selami emni dabitus selam. Ben abay deb bergan dabitus selam kelganimda. Dabitus selam deganimiz yani bey selamdagi dabit. Besh so'z dedim-ku. Ve la bisa bis selami fil laban. Emni sutda nima labin kemo. Fil labin degan pishiq qishda vel ajur degan labin degan xam qish. Xam qishda vel ajur degan pishiq qishda bey selam qilsa chatoq yo'q. İza semma milbanan ma'luman yani ma'lum bo'lgan bir qishni qilib, qalib, milba degan qishni quydigan nima? Qalib. Ma'lum bir qilib bo'lsa, yani man santrlik masalan, kengligi 10 sm, uzunligi 20 sm yoki 5 sm degandek ma'lum qilib bo'lsa, yoki ma'lum xumdan qish quydigan zavod ma'lum bo'lsa, bo'ladi. Oldini olib pul o'tkazib qo'ysa qishqa bo'ladi. Chunki qish deganni nima ish qishni qildi? Qish degan naq maydon turadigan narsa emas, uni quyib beradigan narsa barchada. Tayyor bo'lmish quyib beradigan narsa. Bu joiz. Va endi men dabit deb bilishadigan. Va kullu ma amkana dabtu sifatihi va ma'rifatu miqdarihi jaza salamu fihi. Va ma la yumkinu dabtu sifatihi va la yu'rafu miqdaruhu la yajuz salam fihi. Ma qoida. Yani bunun sifatini ihtimlash mumkin bo'lgan narsaning hammasi, bunun miqdorini bilish mumkin bo'lgan narsaning hammasida bey salam qilish joiz bo'ladi. Va mal endi uniki sifatini ihtimlash, dabit qilish mumkin bo'lmaydigan, bunun miqdorini bilish mumkin bo'lmaydigan narsaning hammasida bey salam qilish joiz bo'lmaydi. Umumiy dabit shuni bilish kerak. Endi mayda sizlarga istitradi deydi, mesele istitradi ya ma bey salam bilan aloqasi yo'q masalasi, lekin fiqhda ba'zan masalalarni chachma masalalar, chachma. Bu yerda gap qo'ydi, boshqa yerga chiqmaydi. Buni ham bilish kerak. Ve yecuzu bey'ul kelbi yani itni setish vel fahdi degan yilpiz, fahd degan yilpizni setish qoplan ve siba degan yirtqich hayvonlarni, sher, bo'ri degandek yirtqich hayvonlarni setish joiz bo'ladi. Yani menfaat nimishqa? Bizde bir kaide var. Menfaatli Müslümanlar menfaatlerine yaydigan ya güçüden, ya küçüden, ya onun teresinden menfaatlerini bulduğun nesinin hemmesi de el istetiş caiz. Ama Müslümanlar menfaatli caiz olmayan nesine el istetiş caiz emez. Ma bir kaide biliyor ama. Bunun delillerini kim kitapta, çoğun kitapta çıkıyor delilleri.
Ve la yecuzu bey'ul hamri vel khinzir. Arakni setiş caiz olmaydı. Khinzirini setiş caiz olmaydı. Çoşka. Toңguzunu setiş caiz olmaydı. Nemişka? Çünkü Müslümanlar bunun paydını hiç kadar faydalanmaydı. Hatta onun kaçısından faydalanmaydı. Bunu. Ve la yecuzu bey'u dudil qazzi. Hem pila kurt diye bir kurt var. Kurt, ipek. Şayi etle çıkırdıgan pila kurt diye bir kurt var. Şu kurtunu setiş caiz olmaydı. Nemişka? Kurt degen aslında bir haşerat. Haşerat. Haşerat degen de bir set bağlamayı, kıymet yok neyse. Lakin qamda dama pila kurtunu qanda satımız, qanda alımız anda olsa dese illa yekuna ma'al qazzi. Pili söylem bile, pile. İpek. Pila kurtu işlep çıkırdıgan meşhut var. İpek var bu. Aş ipek meşhut bilen billa satsı buludu. Biz nemeni hesaplayımız? Şeriat aş ipek, pila, meşhutni neme qiladi o? Shuni hisoblab turib, xato qilib turib billa. Av asas ma tabi bo'lib setilsa bo'ladi. Lekin yolg'iz pila qurtni olib satsa la yajuz, bu joiz olmaydi. Ve lan nahl illa ma'al kavarat. Endi hasal harisi, nahl, hasal harisi. Hasal ishlab chiqadigan harini mi setish joiz olmaydi. Chunki u bir hasharat endi. Harini meni sotib olmaydi, qiymati yo'q hasharatni. Amma ma'al kavarat, uniki masalan künek. Künek bilen yoki hesap bilen öyle bilen billa satılsa bo'ladi. Biz nima qilamiz? O'sha o'ylarni hisob qilamiz, ko'nglimizda hisob qilamiz. Asalasi buning tabi bo'ladi. Shunda satılsa bo'ladi. Endi oxirgi masala va ahlu zimmati, zimmilar ya'ni musulmonlarning shahrida o'tirgan kafirlar, musulmonlarga ittifoqlashib kelishim tuzib, boj to'lab Allohning zilotlab o'tirgan kafirlar bo'lsa, fil biyaati savdo-sotiqlarda kal muslimin, musulmonlarga o'xshaydi. Müslümanların işgalısında yaşayan kafirler savdo-sotiq tuzumida mush shariatning hukmiga o'xshab bo'lishadi musulmonlar. İlla ikki masalada o'xshamaydi. Faqat harakda, cho'shqida. Xosatan, xos holda. Chunki harak, cho'shqini ular o'zaro setib olishalaydi. Fa inna aqdahum alal khamr, ularning harak bo'lgan savdosi musulmonlarning asir ichimliklar, sharbatlarga bo'lgan savdosi o'xshaydi. Va aqdahum alal khinzir, ularning khinzir cho'shqi bo'lgan savdosi musulmonlarning qo'yga bo'lgan savdosi o'xshaydi. Yani o'zaro Müslüman kafirga emas. Yani kafirga, zimmiga çoşkularni satsa azı buludu, harakni satsa azı buludu. Fakat öz içide. Bunda deganlik ular Müslümanın yanında haraklısı bu demek emas. Yani öz içide Müslümanlıktaki nemesiga muhitiga ta'sir etkilmagan aslida qilsa buludan bir shariatning kengchiliklerini bilemdi. Anladı. Shariat degan bu dunyoviy din bo'lganligi uchun shuni ko'rsatdi. Va ahir davana alhamdulillahi robbil alamin.